Assalomu alaykum Obod xonadonda. Mening qiziqishlarim kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hammalar yaxshi yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Havolar zo'r, muzdek mana. Rosa yomg'irli yog'di. Endi tindi. Mana quyosh ham chiqyapti sekin-sekin. Mana rosa havo, zo'r havo bo'ldi. O'zi ham muzdekkina bo'lib, gullar ham maza qildi. Men o'zi kechqurun hammasini sug'organ edim. Endi yana ham maza qilishdi. Hammasi ayniqsa garmdorlarim rosa o'sib ketadi. Ancha o'sib qopti, bir 7-8 santimetr bo'lib qopti. Hali bir ko'rsataman. Xo'sh, endi men hozir bugun bolalarga nima deydi, gamburger qilib beraman. Gamburgerni bulochkasini pishirmayman. Hozir navaram korzinkaga chiqib keladi. Bulochkasi bo'lsa olib keladi. Bo'lmasam nimadir qilamiz. Bunga mana kokletini tayyorlayman. Men bitta qolgan nonlar, mayda-chuyda nonlar qoladi-yu, shuni evitib qo'ydim. O'zi buxankadan qilardim. Hozir uni siqib, keragini olib olaman. Kartoshka mayda qirg'ichdan chiqaramiz. Kartoshkani. Piyoz va chesnokni mayda qilib to'g'rab qo'ydim. Hurmatli obunachilar, mana men bitta 1 kilodan ko'p qiyma, yarmidan ko'p tovoli va go'shtli aralashtiramiz. Bitta tuxum chaqib, buni hammasini aralashtirib bitta naqa qilamiz. Qiyma tayyor bo'ladi. Mana kartoshkalarni hozir mayda cho'rkadan chiqarib, uni siqib suvidan qo'shamiz. Nonlarni ham siqib suvidan tayyorlab olaman-da, keyin hammasini aralashtirayotganda ko'rsataman sizlarga. Hurmatli obunachilar, mana lekin havo juda zo'r bo'lyapti. Sizlarda ham yomg'irlar yog'yaptimi? Mana o'zi hamma yoqda yomg'ir yog'di menimcha. Hammalar gullaringiz zo'r o'sadi. Lekin endi yana shira tushishi mumkin. Kecha men tayyorlagan dorimni sepuvdim, tapazni. Hali unga qarshi. Endi bilmadim nima bo'ladi. U dorim почти tamom bo'ldi. Hammasini sep bo'ldim. Endi bugun emas, endi ertaga havo ochilib ketsa, keyin enjoy bilan izobion aralashtirib qo'ydim-ku, ko'rsatdim-ku. Ana o'shani sepaman endi. Bugun endi balkim yana yomg'ir yog'ishi mumkin, kechqurun ko'ramiz. Mal tapazimiz agar yetmasa, undan ketmasa, o'sha bargidagi oq narsa, yana tapazni olib kelaman-da, uni keyin sepamiz. Endi hozir mana shunaqa qarab turmasak bo'lmaydi gullarimizga. Yaxshi o'sishmaydi. Hurmatli obunachilar, mana endi hozir qiymalarimiz tayyorlashga davom etamiz. Mana endi hurmatli obunachilar, sizga yaxshi ko'rinyaptimi? Bundoq qo'yib olamiz qani. Ko'rinyapti mana. Endi mana kartoshkani siqib, mana mayda qirg'ichdan chiqardim. Buni siqib yaxshilab suvini chiqarib olamiz. 2 ta kartoshka, 2 ta kattaroq. Tuzimiz, ziramiz. Tak, bunga qiymamizni solamiz. Mana. Hammasini aralashtiramiz hozir. Chesnok. Piyozni yarmini solib turamiz, qani. Bo'ladi mana shu. Tuxumni chaqamiz. Tuxumimiz katta, sarig'i 2 tadan. Bitta tuxum yetadi. Ana endi
tuzimizni solamiz. Bitta qoshiq, ikkita qoshiq yetib qolar. Mana. Endi zirani solamiz. Zirani hidi yaxshi. Buni Farg'onadan sanatoriyada bitta bola sotadi. Shundan olib kelganman. Ana. Bo'ldi buni ham. Endi Bismillahirrahmanirrahim deb aralashtiramiz hammasini. Noni tegida, nonini ham soldim. Yaxshi suvdan siqib. Bu yerda kartoshka ham bor, non ham bor, go'shtlar. Endi non ham solmasak bo'lmaydi. Quruq go'sht bo'lsa, unda ancha go'sht ketadi. Ekonom qilsak, kotletimiz ham ko'proq chiqadi. Bolalar ham maza qilib yeyaveradi. Hozir men bolalar bilan o'g'lim bilan kelinim aytdim-ku, ketishadi deb ketishdi. Kechasi xohlasa yetib borishdi Vyetnamga. Bir haftaga ketishdi. Endi bolalarga men o'zim ovqat qilib turaman. Bolalar sevimli ovqati shu gamburger. Hozir mana Madina Navoram anaqaga chiqib keldi. Korzinkaga bulochkasini olib keldi. Diyora oldimizda magazinga chiqqanda topa olmadi bulochkasini. Korzinkadan olib keldi. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin unga botirib qovuramiz. Muhammadjon poylab o'tiribdi. O'zi yaxshi ko'radi shunaqa narsalarni. Men uchun ko'chada zakaz qilgandan ko'ra uyda qilinsa ham barakali bo'ladi. O'sha ko'chadagi zakazli puliga uyda ancha yeyishadi mazza qilib. Hot-dog bulochkasini ham olib kelishdi. Hot-dog ham qilib beraman keyin sosiskalardan. Mana hurmatli obunachilar. Endi buni dumaloq qilib hozir yasab unga botirib qovuraman. Qovurayotganda yana ko'rsataman sizlarga. Mana hurmatli obunachilar, endi mana tugib oldim-da. Shuna qilib unga shundoq botirib olamiz-da. Mana shuna qilib, mana bunaqa qilib pishiraveramiz. Ikki yog'ini qip-qizil qilib pishirib olamiz. Unga botiramiz, bundoq qilib sal bosib qo'yamiz-da. Mana. Mana shunaqa qilib hammasini hozir pishirib olaman. Mana hurmatli obunachilar, kotletlarimiz davom etadi. Hozir yana bir marta solaman. Endi bu yerda bir 40 tacha kotlet bo'libdi. Bitta oricha masalalaridan 40 tacha. Bolalar mazza qilib yeyishadi. Mana qip-qizil bo'lib qovurganlarim. Hozir mana buni ham qovuraman. Shu bilan keyin qozonchaga dimlaymiz. Mana bulochkalari bundan hot-dog qilib beramiz. Muhammadjon yaxshi ko'radi shu hot-dog, gamburgerlarni. Mana bu gamburgerga. Buni korzinkadan olib keldi. Oldimizda magazinlarda yo'q ekan. Mana yetadi shular. Hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, kotletlarni terib chiqdim. Endi ozgina suv solamiz. Yarim stakan. Bo'ldi, shu bilan qopqog'ini yopib yarim soat dimlab qo'yaman. Mana. Hozir olovni past qilaman, bitta qaynamagandan keyin
yarim soat pasa dimlab qo'yamiz. Shunda tayyor bo'ladi kotletlarimiz. Mana hurmatli obunachilar, kotletimizni o'chiraman. Kotletimiz pishdi. Mana endi buni tayyorlaymiz. Mana endi hurmatli obunachilar, mana kotletlarimiz pishdi. Hozir kerakligini tarelkaga sovaldim. Ancha chiqdi. Mana bunaqalar solamiz. Endi hozir mana bunaqa sir, hozir buni pochkasidan ochamiz. Pomidor to'g'rab qo'ydik, bodring, salat bargi. Hozir mana gamburger nonimizni o'rtasini kesib olamiz. Mana bunaqasidan. Yumshoqligiga kesilishi qiyin bo'lyapti. Mana. Endi bismillahirrohmanirrohim deb mayonezimizni suramiz. Hozir Muhammadjon poylab o'tiribdi, tayyorlab bering deb mana. Mana. Tak, endi pomidorimizni qo'yamiz. Mana pomidor. Kotletimizni qo'yamiz. Mana bismillahirrohmanirrohim deb. Bu semizroq, buni bosganda o'zi to'g'ri bo'lib qoladi. Endi tak, mana bu sirimizni ochamiz. Mana endi sirimizni ochib oldik. Tak, bu sirimizni oti nima edi? Diyora. Esingda yo'q. Mana oti bir narsa sir. Mana bundoq qo'yamiz. Salat bayimizni ko'proq qo'yamiz. Salat baygini mazali bo'ladi. Mana. Salat baylarini maydaroq qilib, mana shunaqa qilib kesib qo'ydim, tayyorlab. Tak, endi ketchupimizni bu tomoniga qo'yamiz. To'xta. Mana. Usti upakovkadan hali ochilmagan ekan, yangi olib keluvdi-da. Mana. Muhammadjon ketchupni juda yaxshi ko'radi. Shunda sahar surg'aramiz. Endi mana bu sirni sousimizni ham ozgina surg'aramiz. Qo'shib olamiz. Bu Muhammadjonga. Ay bu qiyin bo'ladi. Voy tavba. Mana buni ham tushirdik, buni surg'aramiz. Sirli sous bu, juda mazali. Mana ko'chada yegandan ko'ra uyda bittani yesa bolalar mazza qilib yeb oladi, to'yib. Endi bodringimizni qo'yamiz. Bodringimiz ko'proq qilib qo'yamiz. Mana mazza qilib yeb olishadi. Ana. Bunda ustini yopamiz. Mana. Mana hurmatli obunachilar, damashniy gamburger. Bu ko'chadagi bo'lmasa ham, uydagi damashniy gamburger bolalar mazza qilib yeydigan. Bolalar emas, kattalar ham, o'zimiz ham yeb olamiz. Mana hammalar qilib, bolalarga, navaralarga qilib beringlar, mazza qilib yeb olishadi. Mana shunaqa qilib, hozir endi mana qolganlarini ham mana shunaqa qilib hammasini tayyorlab olaman. Hurmatli obunachilar. Mana hurmatli obunachilar, endi hot-dog bulochkasiga ham qildim. Ichiga 2 ta kotlet solib, mana buni dodaga. Mana ko'rdinglarmi? Hammalar qilinglar. Bulochkasini pishirmas ekan,
kokletini o'ziga ham ancha vaqt ketadi. Mana tayyorlashga ham hammasidan kesib tayyorlanadi. Mana hozir nevaralar hammasi shu yerda. Muhammadjon yeyishni boshladi. Mana. Hozir endi buni orasida men sizlarga hovlidagi gullarni ko'rsatib qo'yaman. Hammaga yoqimli ishtaha. Mana hurmatli obunachilar. Hammalar tayyorlab ko'ringlar. Mana endi hurmatli obunachilar, endi hovliga chiqdim. Mana gullarim tuvaydiga dollar gullar, dollar. Dollar gullarni ko'paytirsanglar, dollar pulinglar ham ko'payadi. Hurmatli obunachilar. Xudo xolasa. Mana gartinzalarimiz. Shunaqa gaplar bor-da endi. Mana qaranglar. Mana yomg'ir yog'ganiga guliga og'irlik qilib egilib qopti. Bechora sinib ketmasa bo'ldi. Xo'sh, men bittani rayhonlar o'zi uncha vaqtli gullabdi. Gulini olib tashlashimiz kerak. Bizga buni guli kerak emas hozir. Men bilan anaqa floksiya. Bular floksiya. Mana men bu metelchiti gartenziya, bu ham xudo xolasa bu yil gullab qolar degan umiddamiz. Mana men bu gartenziya shu menimcha buni rangi boshqacha, chunki barglarning rangi boshqacha. Bu o'zi rangli gartenziyalardan olib kelganman, teplitsalardan berishganda. Kesib tashlaganman, gulini esimda yo'q qanaqaligi. Mana men bu siyoh rang ro'zvoy aralash. Yaqinda kesib tashladim-ku. Men gulini qaraylik, bu katta bo'lib ketibdi. Yana bitta chiqaribdi. Kamilalarimiz mana yangi barglar chiqaryapti. Endi o'sishadi, xudo xolasa. Ay xudoyim, ana. Mana qaranglar. Qalanxo'yan gullab yotishini Asalxon. Yomg'irda maza qildi bu ham. Onda atir gullarim egilib ketibdi. Yomg'irdan keyin. Mana men gartenziyalarım ancha katta bo'lib qopti. Lekin hali uncha yo'q. Bu yil gullamasa ham chiroyli o'sib bersa bo'ldi. Bularni sovuq urdirib qo'ydim-da. Bechoralar. Mayli. Bularga yaqinda dori qo'ydim-ku, ana fertikani aralashtirib, fertikaga udar dorini qo'shib qo'ydim. Hurmatli obunachilar. Mana bunday naqa garmdori ham shu 4 tami 5 ta. Buni sorti yaxshi, shuning uchun buni avaylab o'stiryapman. Yana bir haftadan keyin katta bo'lib qoladi. Keyin xudo xolasa yerga ekaman buni. Mana. Amta gartenziyani qaranglar, mana gullab yotibdi yerda. Yerga yotib olib o'sibdi. Muhammadjon bo'ldi, qondan to'g'izib olib ko'chaga chiqib ketdi. Xursand. Bu va endi hali xotdog qilib berasiz deydi. Xo'p dedim. Mana. Bolalarning sevimli ovqatlari-da endi shular. Shularni qilib bermasak, keyin ko'chadan zakaz deb turishadi. Ada zakaz qilaylik deb turishadi. Mana. Amatir gullan qaranglar. Muhammad Aliniki bu. Juda ham chiroyli ekan. Qaranglar. Jumamasini kesish kerak, gulla bo'ldi. Mana qaranglar. Bular o'sgan sari gullari ham sal yiriklashsa kerak. Menimcha Asalxonlarni qaranglar bular. Mana. Endi bularga ham bir haftalar o'tsin. Keyin bularga ham ozuqali dori beramiz, xudo xolasa. Mana qarang chiroyliligini. Ana tuvaydigilarimni ham kesib, mana bu tuvayga ekib qo'ydim. Endi bu yana bir haftalardan keyin mana shunaqa yaxshi o'sib oladi. Keyin mana shunaqa bo'lib gullab beradi. Men buni ham mana shu tuvaydigini ham kesganimda o'shunaqa tegidan kesib tashlagan edim. Sanatoriyadan kelgunimcha o'sib ketdi. Endi mana gullar qaranglar. Voy, mana gullarchi qattiq-da.
Bu Mo'g'uludahonni gul atirgullari. Joy judayam chiroyli, qarang. Mana shu yerga yotib olib o'syapti-da. Mayli. Mana baylari mana un tushgan. Kecha endi dori sepdim. Endi nima bo'ladi? Yomg'ir yog'di kechasi bilan. Mana bitta men madirgul ochilyapti, rangli atirgulim. Mana buni qaranglar, voy chiroyliligini. Voy buni asalxonligini qaranglar. Bu ham yangi birinchi marta ochilyapti. Mana. Endi buni qaranglar. Ana anta ham bor. Mana endi mana bu ham piyana vitni, buni qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Bitta shoxida 7 ta gul, g'uncha. Mana bu bitta ochilyapti. Mana ochilib bo'ldi. Buni kesaman endi. Voy mana bechora dumalab ketibdi. Voy bu ana ildizi anaqa bo'lib ketibdi. Mana bunga bundoq qilib qo'yish kerak. Voy mana qaranglar, o'zi rosa chiroyli. Qaranglar. Bundoq qilib qo'yaylik. Men ildizni kechir sug'organ edim-da, ham yomg'ir yog'di. Tegi yumshab ketgan. Mana bu oqqan. Mana yana bitta ochilyapti. Mana. Bu yana bir boshqachasi. Endi shunaqa har xil atirgullarimiz ochilaveradi. Anti mana bunaqa ochildi. Mana manbalarimiz. Bular endi kesib tashladim-ku, ertaga men oqlarni ham kesaman. Keyin yana boshqatdan bular g'uncha qiladi. Mana bu indiski siren. Bu hali g'unchalari yo'q. Bunga ham ertaga gullatadigan dori beraman. Gumi bilan. Yaxshilab bu yil bir gulla bersin. Mana bu magnoliyamiz maza qildi yomg'irda. Rangini qaranglar, chiroyliligini. Rosa yangi barg chiqardi. O'rtoqlar magnoliya olib ekinglar. Beozor ekan. Quyoshda ham o'svirar ekan mana. Narigisi shunday quyoshda turibdi-ku. Zo'r o'syapti. Endi mana bitta rayhonlarim g'uncha qilibdi, buni terib olib tashlaymiz. Oldin bunda o'svasin, keyin gul bo'ladi, to'g'rimi? Mana chiroyli o'sishyapti bular ham tuvakda. Mana. Mana qaranglar, asalxonlar. Dumaloq bo'lib o'syapti. Ana, endi bozorga borib qolsam, sadarayxon olib kelaman. Mana bitta ham chiroyli atirgulim ochilibdi, qaranglar. Rangini qaranglar. Mana bechora mana egilib yotibdi. Yomg'irdan keyin mana suv. Mana suv ko'tariladi hozir. O'zi ham kechasi bilan jala quydi-yu. Mana. Voy buni gullarini chiroyliligini qaranglar. Asal. Mana manbalarimiz ochilmoqchi. Mana garmdorlar hozmaslik naryoqdan o'tib ko'rsating. Mana bittani gipiastrum mana hali ochilib yotibdi. Chiroyli bo'lib. Mana. Bir haftada katta bo'lib qoladi, obunachilar. Garmdorim. Mana bilan qaranglar. Hozir kichkina bir 10 cm bo'lib qoldi. Sal katta bo'lsa, baqbatroq bo'lsa, keyin buni olib, ana bo'sh joylarga ekamiz. Bu dungan. Achchiq emas, dungan. Ama gartenziya ham nega? Shoxi bu. Shoxi kerak emas bizga. Ana, mamyolay tarqab ketgan garmdorilar. O'zi ma'badga sepganman-da, masholaga tushib ketdi hammasini qaranglar. Voy, mana mamyoladan ham chiqyapti. Endi o'sib yotaveradi. Mana bitta gartenziyalarim gullab yotishibdi. Piyonni kesib tashladim, bo'ldi.
Mana piyon o'zi bir haftada gullash vaqti. Uzog'i 10 kun. Bizga yomg'ir yog'ib qolgani hisobiga bir haftadan sal oshiq turdi, 10 kunchami g'alati bo'lib ketdi, xunuk bo'lib. Uni gulini 1 yil poylaymiz. Mana bu yerda ham chiroyli atir gullarim ochilyapti. Mana qaranglar, mana. Mana men bitlarga anaqa sepganman. Seldir endi chiqyapti. Mana. Mana men bitta Muhammadjon ko'lib tashlabdi. Nimadir qilganda shu yerda. Bir narsa qilgisi kelgan. Hovanda mana chiroyli yana atir gulmochiman. Siyoh rang qaranglar, pianovidniy. U ham Mavludaxonniki. Ana yo'da. Kubanalarni ertaga Xudo xolasa agar havo yaxshi bo'lib tursa, yana hali yomon bo'lib ketgan, o'sha ochilib bo'lganlarni kesaman. Keyin ana ko'chada chiroyli anaqam bor. Atir gulim bor. Biz hamki o'tirib olaylik. Bugun charchadim, hurmatli obunachilar. Bugun ertalab katta o'g'limdan Hasanboy tomonga borib keldik. Keyin kelib, shu bilan soat 1:30-2 bo'ldi. Keyin kelib kokletni boshladim. Mana bu pomidori ham yomg'irda rosa maza qildi. Ana xo'stalarimiz o'zi kechqurun hammasiga suv quyuvdim. Hovli bormi, ko'cha bormi, ariqlarini hamma gulni sug'ardim. Rosa kechasigacha. Keyin yomg'ir boshladi. Baribir yomg'ir ildizigacha bormaydi-da. Yomg'ir yog'gani bilan u ustini o'zi ho'l bo'ladi, bo'ldi, ildizi icha olmaydi. Shuning uchun baribir to'ydirib suvni berish kerak. Ayniqsa atir gullaga ham shu ildizigacha to'yib ichmasa zo'r o'saverar ekanda. Men hali Azamat teplitsalari borganimda so'rab olaveraman-da, aytadilar, Dilbar opa, bunga ham suvni to'ydirib shu ildizigacha berish kerak. Bir xil ustini o'zi ho'l bo'ladi deydi. Unaqada yaxshi o'sa olmaydi deyiladi. Shuning uchun atir gulni ham hozir tez sug'orib turish kerak. Unga ham baribir ozuqalar berish kerak, har xil. Yerda o'sayotgan bo'lsa ham o'sha arig'iga sochib varsa, juda bo'lmasa gumatkali bor, Gumi plus semmi. O'shanda anaqada leykaga quyib olib, o'sha ustidan quyib chiqsa ham, unga ozgina jeleza aralashtirib olsanglar, jeleza nima, temirda, temir moddasi. Zo'r bo'ladi. Barglarini ham chiroyli o'stirib beradi. Shuning uchun jeleza doringlar ham har doim uyingizda bo'lsin. Mana shunaqalarga kerak bo'ladi. Mana. Endi shu bilan bugungi videolarimizni tamom qilaman. Ertaga Xudo xolasa yana bir narsalar oshxonalarda qilsam ko'rsataman. Xudo xolasa. Endi bir hafta bolalar bizga buvilarga zakaz bilan ovqat yeyishadi. Bir kun oldindan aytishadi. Bu ertaga mana bunaqa ovqat qilaylik deb. Gamburgeri 3 kun 4 kun oldin aytishgan. Endi ertaga ko'ramiz, Xudo xolasa. Bir narsalar yana qilamiz. Bularni yeb olishsa, keyin yana bir narsalar oshxonaga qilib kirib pishiraveramiz. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Shundan bugungi videolarni tamom qilaman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Like'larni bosib qo'yinglar. Kommentariyalarni yozinglar. Keyingi videolarda sog' salomat ko'rishguncha xayrlashib qolamiz.